Aka nechta bor sizda? 4 dona. Nechta? 4 dona. 4 dona. 1 2 3 bu kattaroq ekan-a? Kattasini nechi qildi bozor aka? 8,5. Bu uchalasi bir xil narxdami? Yo'q, bunisi 7 million kam bor. Bunisi 7 million. Bular 7,5 kami bor. 7 million, 7,5 million kichikroq ekanda, o'zi 7 bo'linib turibdi. Hammasini bir joyga bo'lsa nech puldan qilamiz aka? Xudo xolasa. Yo'lida qilib berarsiz bunday bir odamlarni o'ylab bir chiroyli qilib aka. Ha, xudo xolasa. Dastlabki xizmatlar qanchaga qilib berasiz? Viloyatga. Andijon, Namangan, Farg'ona. Yo, Men emasman, savdogar men emasman. ha bo'ldi aka. Nomerni ayting. Nomer ham bilmayman. O'zingiz nomeringizni berib qo'ying, sizga telefon qilaveradi aka. Ataylar nomeringizni olaman. 93lik. 93lik 445 445 78 45 78 45. 45. Asha akamizga telefon qilaverasizlar, ko'cha ishbozlariga. Musofir yurtlarda yurganlar bo'lsa, aloqaga chiqib telefon qilaverasizlar. Yaxshi holatdagi mollar ekan, chiroyli holatdagi mollar ekan. Hammaga tavsiya qilamiz. Nech pulga bordi aka? Buni egasi ushlatib ketdi-yu. Unmas egasi? Tuzimisiz? Tog'a nech puldan bo'ldi? Yaxshimisiz? Birovniki? Ya qanchadan narxi? Qanchaga bordi aka? Yaxshimisizlar? 82 qilishyapti. Majilmi? 8 million 200 ming so'm. Holati yaxshi. Molni holati chiroyli, sog'lom ekan. Tani toza ekan. Hozir nomerlarni olib qo'yamiz akalar, telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqarasizlar. Holati yaxshi, chiroyli holatdagi mol. Shunaqa izlayverganlarga bir tavsiya qilaman. Nomerni aytingchi aka. 91lik 107 25 15 raqamlariga amakamizga zing aloqaga chiqaversa, xudo xolasa telefon qilib ko'rasizlar. Mayda mol ko'chat qatoridan obzor davom ettiramiz. Xo'sh. Assalomu alaykum. Nech puldan bo'ldi, hoji aka? Mana ikkalasi. Birinchi 82dan qilib. Uni ajin ekan-a? Uni ajinmi? Bularchi? 9 million, 10 million, 8 million 200 ming so'mdan. Mana shu ikkalasi juda boshqacha narsa ekan. Ishqibozlar bo'lsa telefon qilaverasizlar, hammalaringga tavsiya qolaman. Mollar holati yaxshi, chiroyli holatdagi mollar chiqdi. Sog'lom mollar chiqdi. Akamiz nomerini olib beraman. Aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ylari shu 1 metr, 1.5 atrofida chiqib qoladi. Aloqalari yaxshi. Nomerni beraverasizmi? Hoji aka, telefon nomerini berasizmi? Ha, aytingchi qani? 90lik 564 564 6058 ga aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi yaxshi holatdagi mollar ekan. Zo'laringiz bilan aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zimiz hoji bor. Eskil bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar akalar, sizlar? Aka, unajimmi? Qancha bo'ldi aka? Xudo xolasa. 11ga 10 so'raydi. 11ga 10 ha? Holati yaxshi, xudo xolasa. Inshaalloh sizlarga tavsiya qilamiz. 11 millionga 10 million puli yengil bo'lyapti. Berilgan yo'q. Ozginadan qo'shilsa berib yuboradi, xudo xolasa. Holatlari yaxshi, chiroyli holatdagi mollar ekan, hammaga tavsiya qilaman. Hozir nomerlarni beramiz. O'sha qora timiga ishqiboz bo'lganlarga, qora rang ishqibozlarga juda ham zo'r bo'ladi. Shu erta bahorga chiqib, buqa buzadigan holatga chiqadi bular. Aka, nomerni aytayapsizmi? Nechi? 33lik. Nechi? 0 010 91 91 ga
Mana akamizga zing telefon qo'yarsan, xudo xolasa. Oh. Navbatdagi g'unajilar qatoridan ikkita g'unajimiz chiqdi. Ozalardan. Hojibay, yaxshimisiz? Xudoga akalar, ikkita g'unajimiz akamiz olib chiqishdi. Holatlari yaxshi. Qulog'ida mana birkalari ham bor ekan. Necha pulga bordi aka? 87. Qaysi birini? Kichkinasi, bunisinchi? Bunisini so'rashgan. So'rashga yo'q. Bunisi 8 ming, 700 ming, bunisini so'rashga yo'q. Mollarning holati yaxshi. Agar ikkita ishqibozlar bo'lsa, ikkitasiga akalar telefon qilib, gaplashib, narxini sindirib olaverasizlar. Mollar yaxshi. Orqalardan ham ko'rsatib o'raman, mana holatlari yaxshi. Orqalardan ham ko'rsatib o'raman. Hammalaringga tavsiya qilib qolamiz. Nomerlarni beramiz hozir. Aka, nomerni berasizmi? Nomerni berasiz? 97lik. 97lik 557 557 3900. 3900 ga zing telefon qilaverasiz, xudo xolasa. Qaysini savdo qilyapsizlar? Hozir bor oyoqlarini narga so'kkanda bezinda yuvib qo'yasiz. Qaysi qancha bo'ldi? Ey, hoji dada. Necha bo'ldi? Mana 9 millionga sotildi. Oh, zo'r ketibdi lekin, ha. Mana shu zo'r ketibdi lekin. Shampunda yuvilganmi, yaltirayapti, mashalloh. Bunisi-chi? Hojiboy, Buni ham 9 million qilyapti. 9 million? 20 ga chiqib boradi. 9 million. Ha, chiqib boradi. Bo'ldi uje. Bu sotilib bo'ldimi aka bu? Yo nomerni olaymi? Bor, ben chiqarib berman, 20 million chiqarib berman. Yapkami chiqarib berman. Navbatdagi g'unajilarimiz qatoridan tuzimizlar. Qancha bo'ldi aka? 1, 2, 3. Bunisi boshqacha, kattaroq shekilli. Ekovi? Ekovi boshqa ekan, ha? Ekov qancha? 10 kam bor deyapsiz, 10 kam bor. Ha, donasiga 10 milliondan kam bor, mashalloh. Agar holati yaxshi, xudo xolasa, ishqibozlari bo'lsa telefon qilaveradi. Dastlabkani qilib beraveradi. Mollarning holati yaxshi ekan. Nomerlarni beramiz. Bo'ylari shu Katta ochiq. bo'yi bir chiqib qoladimi, hojiboy? Necha chiqib qoladi bo'yi? 1 metrdan Sal oshadi. 15 bo'lsa kerak. Ya 1.15 chiqmaydi. 1 metr chiqadi. 1 metr. 1 metr, sal 1 metrdan oshishi mumkin. Cho'posh ketadi. Nomerni bering. Nomerni. 91lik 731 735 5015. Ha, 735 5015 ga akamizga telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Bular necha puldan qilyapti? Yaxshi bo'ladi, narxlar zo'r bo'ladi. Hammaga tavsiya qilib qolamiz. Bular necha puldan? Ketishda baqa uylarimizda. Soqqali bozor aka. Olaveram. Qanchaga bordi? Yaxshimisiz aka? Mazza yaxshimi? Charchaymazlarmi? 16? Bermayapsiz 16 ga. 16 ga berilmayapti. Mol zo'rligi. Bittadan like bosib qo'yinglar. 16 ga arziydimi yo'qmi? Bitta fikrlaringizni kommentariyada qoldirib qo'yinglar. 16 ga arzimasa aytib qo'yinglar. Molning holati yaxshi ekan lekin. Agar ish bozor bo'lib qolsa, telefon nomerlarini olamiz, telefon qilib kelishilaveradi. Nomerni bering bo'lmasa aka. Nomer yo'q. Nomer yo'qmi? O, oqbosh qanchaga bordi aka, oqbosh? Oqbosh qancha? O'tib olay, bu tomonga o'tib olay. Ha? 14,5. 14,5? 14,5 ga boribdi. Kelganda o'rtada o'rasana bo'sh chiqib ketmay. Yetalash chiqib. Nomerni bering aka. 94lik. 94lik 493 493 72 74. 72 74 ga telefon qilasiz. Aka bu nechiga bordi sizga? Ya, sizlardan. 17.
17. 17 ga savdo qilyapsizlarmi? 17 millionga mana shu olani akalar Berishmayapti. berga yo'q ekan. Yer shamosi qolar ekan. Buni deganlar like bosib, obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmasiz.